Olam chorlamishsiz. Marhaba. Ha, Alavuddin. Sen bilan biz necha yilki shatranj so'ramiz. Ammo bilki bu galgisi boshqacha o'yin. Bu boshqa jang. Qani, donalarini ter Alavuddin. Qani yuring Olampanoh. Yurdi sipohim. Qani, olg'a piyodalar zafar yor bo'lsin. Hozir nechun jang qilmoqda piyodalarim? Juda og'ir jang ketmoqda chodir ortida. Inshaalloh yengajakman. Sen Alavuddin faqat shatranj sohasida jahongirdirsan. Biz esa chekimizga boshqa yuk tushgan. Bizning uchun ulkan zamin shatranj taxtasi. Sizning buyuk iste'dodga ta'rif yo'q aslo. Shatranjda ham betimsolsiz. Iqrorman, hazrat. Ammo menga izn bering. Bir savolim bor. Ayt Alavuddin. Shu asnoda ulug' bir jang davom etmoqda. Sizning g'olib bo'lmog'ingiz garchi muqarrar, lekin hazrat, siz men bilan chodir ichida shatranj o'ynab jang maqomini kuzatmoqdasiz. Bir qarashda beparvodek, hatto sovuqqon. Usulmi bu? G'oyat zo'r usul. Odamlarim allaqachon Rum sultoniga meni shatranj o'ynay turib jang qilishimni yetkazdilar. Bayazidni tahlika bosdi. A'lo hazrat. Har ikkala maydon ichra ham g'oyat qizg'in tus olmoqda jangovar san'at. Lashkarlarim urha ur deb jang maydonida nayza bilan, qilich bilan va kamon bilan yov saflarini qirib borar. Hozir ayolsiz. Men ham hozir ular bilan ruhan birgaman. Shu gap haqqi sizga qarshi tashlayman ruhni. Ruhingizning nafrasiga javobim shu-da. Olampanoh. Orqadagi yov o'rdasini halqa kabi o'rab oldi bizning lashkarlar. Biroq o'rda ustuvordir. Alavuddin, qay yo'sinda yo'limni to'sma. Mana endi ishga tushar sarkardam farzim. Va ortidan ikkinchi ruh chiqar maydonga. Endi qayga qochib borg'ay sho'rlik qorashoh? Endi kimdan madad kutsin va arzin kimga bayon etsin? Chiroyli mot. Mot. Bu ruhning ishi. Bilgin, ruhlar doim menga bo'lgay madadkor.